O'z shahar qurilish invest ofislarining birida janjal kelib chiqdi. Bizga kelgan xabarlarga ko'ra, janjalga sabab Anor Residence loyihasi doirasida qurilgan ko'p qavatli uylar ustida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Nodir, buni qara. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Kampirda o'tib qolganiga 3 yil bo'lyapti. Ana qo'lda qarang. Zavodda 40 yildan beri ishlayapman, slesar remontnik bo'lib. Qo'llarimni yag'ri chiqib ketdi. Farzandlarim ham qo'ymaydi. Dada uylaning. A meni yoshim o'tdi, bachalarim. Shu oxir qo'ymay bitta juvonga uylantirdi. Bu juvonim maynamni yevordi. Nima emish? Yo meni tanlang deydi, yo farzandlarni tanlang deydi. Отдельlashib ketamiz deyapti. Xo'p, qayerga chiqamiz, qayerda yashaymiz deyapman. Nima emish? Navoiy City'ning qoq markazida imенно quyosh chiqib botishi ko'rinayotgan tarafida uy oling deyapti. Endi juvoncha yoshda endi romantikani xohlaydi. Qo'lni qarang. Mana bu qo'lni qarang. Buni kim tikadi? Aka, meni olyapsiz kamerangizga. Mana shu oynay jahonga gapirishim kerakmi? Akajon, bitta narsani esingizdan chiqarmang. Qishloqlik balla og'izdagi oshni berib qo'ygan ballar emas. Xullas aka, men qishloqdan shaharga sut olib kelib sotaman. Maloka, kefir, qaymoq. Massa, netu bezgimo, ya'ni sutga suv qo'shmayman. Domtayda yurdim. Maloka, kefir, qaymoq deganim bilaman. Odam to'da bu o'tirgan ekan pastda. Ta'ziya bo'pti-da, bir duo qilay deb borsam, yo'q, uy sotayotgan ekan. Danu, men qanchadan beri orzu qilaman shaharda katinam bilan birga turishdi. Men uy olsam, quyosh ko'rinib turgan joydan olaman deb niyat qildim. Niyatni zo'rligini qarang, akalarim xushmuomala, assalomu alaykum deb kutib oldi. Shunday kirdim, aka bilan yaxshi gaplashib o'tirdim. Bitta o'lis tog'acha keldi. "Stavayin, bir nima" dedi, tushunmadim. Akajon, xalaqit qilyapsiz, meshat qilmang degan bilaman. Oyog'imdan bir bossa bo'laman. Qishloqlik balla ko'lda odamni ko'rganmisizlar? Bitta qo'ndirdim, aka joyiga nasmiyat yiqildi-da. Bor gap shu, aka. Balam, to'g'ri tushun. Men ham romantika qilgim kelyapti. Olay o'sha kvartirani. Menga qarang, bojan nechaga kiryapsiz? 68 ga. Mana bu ko'lda udarga chidaganingizga rahmat. O'lib qolmaganingizga rahmat. Faqat yozib bermang bor. Tak, stop. Men bularga tushunmayman. Nima buncha janjal qiladi? O'z shahar qurilish invest engineering kompaniyasining Navoiy City'da joylashgan Anor Residence loyihasi. Bu loyihada 3 ta 16 qavatli xonadonlar qurilish montaj ishlari davom etdi. Hozirgi kunda ayni damda 70% qurilish montaj ishlari bo'lgan. Shunda qo'shimcha blogimiz ham sotuvga amalga oshirilyapti. 2026-yil 2-cho'ragida patkulich holatda topshiriladi. Hurmatli mijozlar, shoshilamiz. Tushunmovchilik keltirib chiqargan vaziyat bo'yicha mijozlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Qurilishbek Anorboyev, Shakarxon o'z shahar qurilish invest va nuqtacha TV uchun maxsus tayyorlandi.